Yuzlariga gormonal krem ishlatib, ugillari ko'payib ketgan bemorim haqida bugun sizlarga gapirib beraman. Bemorimizni asli Vodiydan Toshkentda o'qiydilar. Bir kun dadalari menga telefon qilib, "Doktor, oldingizga olib bormoqchiman qizimni. Anchadan beri lecheniya qilyapmiz yuzlariga, lekin hech qanaqa natija bo'lmayapti" deb telefon qildilar. "Mayli, olib keling aka, ko'ramiz" dedim. Qabulimga olib keldilar. Bemorning yuzlarini ko'rdim. Bemorimizda ugri kasalligining 2-3 darajasi. Bemorimizda uzoq muddat davomida gormonal krem, steroid kremlarni ishlatgan. Steroid kremlariga Sinaflan, Mamed, Elocom kabi mazlar kiradi va boshqalar turlari bor. Steroid mazlarni ishlatgandan keyin bemorda ugillar yanada ko'payib, abzob bo'lishni boshlagan. Har xil kremlar surtib qo'yganlar, uxotlar qilib qo'yganlar, lekin oxirida baribir natija bo'lmagan. Biz bemorimiz bilan 6 oy davomida etap-etap lecheniya qilib, mana shunaqa ajoyib natijaga erishdik. Hozir ko'rib turishingiz mumkin, yuzdagi ular umuman ketgan, dog'lari ham qolmagan, yuzlari silliq, tozagina bo'lgan. Bemor menga kelguncha ko'plab dermatologlarga, kosmetologlarga borganlar, lekin hech qanaqa natijaga erishmaganlar. Bemor menga davolangandan keyin yuzlari to'liq tuzalgan. Bemorning fikrlarini pastda o'qishingiz mumkin. Agar siz ham uzoq yillar davomida ugri kasalligidan qiynalib yurgan bo'lsangiz, hoziroq menga murojaat qiling.